Kafirlarning davlatlariga hijrat qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Yevropa va Amerikaga o'xshash musulmon davlati hisoblanmaydigan davlatlarga hijrat qilib, shu davlat tavalligiga o'tishning shariatdagi hukmi qandoq? Yaxshilar bog'chisi nomli kitobning sharhisida Bin Baz harom deb ekan. Buningda o'xshamagan qarashlar bormi qandoq? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Hijrat degan dinini, iymonini qo'g'dash, Allohning so'zini ustun qilish va Allohning dinini yetkazish uchun suyumlik vatanidan ayrilishdan iborat. Haq taolo aytadi: Kimki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, u zaminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Kimki uyidan Alloh va Allohning rasuli uchun hijrat qilib chiqsa, andan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh beradi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir va nihoyat mehribondir. Nisa surasi 100-oyat. Amaliyotda bu hijrat Ibrohim alayhissalomdan qolgan sunnatdir. O zot: "Men haqiqatan Parvardigorim meni buyurgan joyga hijrat qilaman. U meni yetaklaydi" deb hijrat qilgan. Saffat surasi 99-oyat. İbrahim alayhissalom 2 qatim hijrat qilgan bo'lib, birinchi qatimda ba'zi balchaqalarni Baytul Maqdis joylashgan Falastinga, ikkinchi qatimda yana ba'zi balchaqalarni Ka'ba Baytulloh joylashgan Hijozga hijrat qilgan. Lut alayhissalom İbrahim alayhissalomga ergashib hijrat qilib, "Men Rabbimga hijrat qilg'uchiman" degan. Ankabut surasi 26-oyat. Musa alayhissalom, Isa alayhissalom va Yaqub alayhissalomlarmi yana boshqa payg'ambarlarmi hijrat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka mushriklarining aziyatlari og'irlashganda ba'zi musulmonlarni Habashistonga hijrat qilishga buyurgan. Musulmonlar Habashistonga 2 qatim hijrat qilgan. Keyin ba'zi musulmonlarni Madinaga hijrat qilishga buyurib, keyincha bilan jihad qilganlarning darajasi Allohning dargohida eng kattadir. Ana shular savob tepish bilan maqsadiga erishguchilardir. Tavba surasi 20-oyat. Olimlarning aytishicha, toki qiyomatga qadar qaysi bir musulmon ma'lum bir yurtda o'z diniy faoliyatini ochiq oshkora ozoda ilib borolmaydigan bo'lsa, boshqa erkin yashay oladigan diniy faoliyatini ochiq oshkora ozoda ilib boroladigan joyga hijrat qilishi vojib bo'ladi. Bunday qilmaganlarni Alloh taolo qattiq ogohlantirgan. Farishtalar o'zlariga zulm qilganlarning jonlarini oladigan chaqda ulardan nima ishda edinglar deb so'raydi. Ular: "Biz zaminda bechora edik" deydi. Farishtalar: "Hijrat qilsanglar Allohning zimini kengra emasmidi" deydi. Nisa surasi 97-oyat. Ammo qodir bo'lolmaganlarni Alloh afv qiladi. Faqat erlardan, ayollardan, bolalardan hijrat qilishga chorasiz qolgan, yo'l bilmaydigan ojizlar buningdan mustasno. Ana shularni Alloh afv qilg'ay. Alloh nihoyat afv qilg'uchi, nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Nisa surasi 98-99-oyatlar. Bundaq qattiq ogohlantirish biror yurtda dinini oshkorlay olmagan kishining o'zrisiz boshqa ozod yurtga hijrat qilmay yetib olishning og'ir gunoh bo'ladiganligini bildirdi. Alloh taolo hijrat qilganlarga chiqish yo'li va keng rizq ato qiladiganligiga va'da qilib, kimki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, u zaminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Kimki uydan Alloh va Allohning rasuli uchun hijrat qilib chiqsa, andan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh beradi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir va nihoyat mehribondir degan. Nisa surasi 100-oyat. Haqiqiy hijrat Allohning so'zini ustun qilish, Allohning dinini qo'g'dash va yetkazish uchun bo'ladi. Bu vaqtda niyat intayin muhimdir. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu munbarda turib bundoq degan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amallar niyatlariga bog'liqdir. Har kimga niyat qilganini bo'ladi. Shunga kimki ozg'ina mol dunyoga erishish yoki biror ayolga nikohlanish niyatida hijrat qilgan bo'lsa, uning qilgan hijrati hijrat qilgan narsasigadir" deganligini anglagan. Hozirgi kundami musulmonlarning niyatlari o'xshash emas. Ba'zilari diniy jihatdan siqilib hijrat qilsa, ba'zilari yaxshi turmushni, esil shaharlarni o'ylab hijrat qiladi. Yana ba'zilari turmushni ma'lum darajada islomcha kechira oladigan yurtlardan islom bo'yicha yashay olmaydigan, azannimi anglay olmaydigan, masjidga haftada bir kun aram bora oladigan, halol yemekliklarni ta'sir topa oladigan,
nachar muhitliq kafirlar diyarlarga ta'tur hijrat qilmoqda. Bu haqiqatan afsuslanarli ish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qilgan hijratining ma'nisi va g'oyasini tushunmaganlik yoki tushunsimi uni ulgi qilmaganlikdir. Halbuki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz musulmonlarning ulgusidir. Ba'zilar o'z diyorlarida turib qilaoladigan diniy faoliyatlarni, hatto farzlarni ado qilmay turib hijrat qilaman davoladi. Yoki diniy jihatdan faqatla siqilib qolmay, boshqa sabablar tufaylidan chet elga chiqib ketgisi kelib qolsa, hijrat qilaman deb o'zini jangovar musulmon qilib ko'rsatdi. Keyin chetga chiqqandan keyin yanada qilg'uliqni qilishadi. Demak, hozir turayotgan joyda diniy jihatdan siqilish, hijrat qilish vojib bo'ladigan darajaga yoki afzal darajaga yetdimi? Shundoq bo'ldi degan taqdirda qanday yerga hijrat qilish kerak? Bu muhim masala. O'g'ridan qochib qaroqchaga yo'liqqandek ish bo'lsa, pushaymonni alg'a qoch topolmaydigan gap. Bu vaqtda har bir shaxsning, har bir diyorning ahvoli o'xshash bo'lmasi kerak. Bugungi kunda Yevropa va G'arb ellaridan iborat kafirlarning diyorlariga hijrat qilayotganlar, shu yerning nupusini elayotganlar, shulardan panoh so'rayotganlar bor. Buni ko'pchilik olimlar harom deb qaragan. Bir qism olimlar kishining ahvoliga qarab ba'zi shartlar topilsa mayli bo'ladi deb qaragan. Masalan, birinchi, hijratga haqiqiy ehtiyoji bo'lib, diniy jihatdan siqilib ketgan bo'lsa, hijrat qilib bormoqchi bo'lgan yurt o'z yurtiga qaraganda ziyni azroq bo'lishi. Bu sababdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahoba kiramlarga Habashistonga hijrat qilishga ruxsat qilgan. Chunki Najoshining huzurida hech kim zulm qilinmaydi. U dastlabda xristian bo'lib, keyin musulmon bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning namozini Madinada tushirgan. Bu shartga asosan diniy jihatdan siqilmaydigan biror musulmonlar diyori topolsa, kafirlarning diyoriga ketishning harom bo'lishi aniq. Lekin amaliyotda islom allari deb atalgan yurtlarning har birida ma'lum darajada siqilish bo'lsa-mu, bu siqilish kafirlar diyoriga ketishga majbur bo'ladigan siqilish darajasiga yetdimi, yetmadimi? Buningga baho berish har bir shaxs va to'pning ahvoliga qarab o'xshash bo'lmasi kerak. Ikkinchi, hijrat qilib borgan diyorida o'ziga, oilasiga, diniga xavf yetmasligi lozim. Amaliyotda qaraydigan bo'lsak, g'arb ellarida musulmonlar haqoratlanadi, to'van qoladi. Yevropaga ketgan ba'zi Uyg'urlardan xristian bo'lib ketganlarmi bor. Borgandan keyin xristianlardan turmush puli olib xajlaydi. Musulmon o'zini xor qiladi. Xristian jamiyatlari dinini tashviq qiladi. Xristian bo'lsang, nupusing tez hal bo'ladi deb targ'ib qiladi. Xristian bo'lmasa-mu, diniy jihatdan texmi sus bo'lib ketganlarmi az emas. 5 vaqt namoz o'qiydiganlardan bir muddat o'tgandan keyin haftada bir qatim jumani aran o'qiydigan holatga kelganlarmi bor. Ish va boshqa sharoitga munosabatli sabablar tufaylidan namozni masjidda o'qish imkoniyati bakli qiz. Azonnimi anglamaydi. Hayosiz ishlarni to'la ko'raverib, bu ishlar odatdagi ishlarga aylanib qoladi. Oxiri bularni shaxsiy erkinlik deb qaraydigan bo'ladi. Majbur holatda jazonidan qutulolmaydi. Radikal yoki terrorchi degan nom singib qolmasin deb kafirlarga xushomat qiladigan bo'lib qoladi. Bo'pti. O'zi muhitdan ta'sirlanmay dinda mustahkam turdimi deydi. Biroq farzandlar ikkinchi avlod butunlay tug'ishib ketadi. Maktablarda bolalarni dinsiz qilib tarbiyalaydi. Axloqsiz yetiladi. Ota-ona farzandlariga ega bo'la olmaydi. Bu bir haqiqat. Hozir Yevropadagi musulmonlar qaqshayotgan, zirlanayotgan ahvol qizini xristian yoki dinsiz yigit bilan yurishdan to'ssa, shu aman saqchi keladi. 3. Barmoqchi bo'lgan diyor dinini ochiq oshkora izhor qila oladigan, hech kim uni to'smaydigan diyor bo'lishi, g'arb ellarida bo'lsa nurg'un ishlarni to'sadi. Oddiysi, ba'zi davlatlarda qurbonlikni shar'iy bo'g'izlab joyida qila olmaydi. Yurgiziladigan qonun shularning tuzgan qonuni. Ijro qiladiganlarmi shular. Qonun oldida musulmonlar ikkinchi darajalik odamlar hisoblanadi. Yevropaliklar o'zlarini erkinlik, demokratiya homilari, insonparvar deb ko'rsatgani bilan musulmonlarga qarta zaharxandalik qilishadi. Hozirga qadar musulmonlar diyoridagi bo'libmi arab davlatlaridagi mustabid diktator hukmronlarni shular yo'lab turg'izmoqda. Ba'zilar Najoshini misol qilib, musulmonlar Habashistonga qilgan hijratini hozirgi Yevropaga qilgan hijratiga o'xshatib oladi. Amaliyotda bu intayin farqliq. Birinchidan, Najoshi hech kimga zulm qilmaydi. Musulmonlarni qo'g'digan edi. Hozirgi Yevropa va Amerika qatorli g'arb ellari musulmonlarga ham sirtda, ham ichida ziyon urayotganlardir.
Ikkinchidan, sahobalar Habashistonga hijrat qilgan chog'da boshqa musulmonlar diyori yo'q edi. Hozir bor. Amaliyotda mukammal islom davlati bo'lmasa-mu, nisbiy jihatdan kofirlarning diyoridan xillala afzal musulmon diyorlari bor. 4. Hijrat qilib bormoqchi bo'lgan kofirlar diyorida muqim turib yashashni niyat qilmay, o'z diyoridagi sharoit yaxshilanib ketguncha vaqtli turishni niyat qilish. Albatta, turli sabablar tufaylidan majburiy holda Yevropa va G'arb ellariga berib, dinini saqlab qolgan islom tashviqoti, vatan va millat xizmati bilan shug'ullanib kelayotgan taqvodor musulmonlarmi bor. Biroq bular intayin oz. Shunga favqulodda zarur ehtiyoj bo'lsa, kofirlar diyoriga vaqtli berib tursa bo'ladi. Masalan, 1. O'qish va davolanish uchun vaqtli berish. 2. Islom da'vati bilan shug'ullanish va kofirlarga islomni yetkazish. 3. Musulmonlar diyorida turolmaydigan, tursa o'lim jazosi keladigan yoki og'ir oqibatga qoladigan ahvolning bo'lishi. Chunki ba'zi musulmonlarning diyorlarida siyosiy mustabidlik sababidan islom uchun xizmat qiladigan zotlarga o'lim jazosi berilgan ahvollar bor. Yuqoridagi ahvollar bo'lmasa, musulmonning kofirlarning diyoriga hijrat qilishi to'g'ri bo'lmaydi. Hijratdan ko'zlagan nishonlarmi vujudga chiqmaydi. Shunga hijrat qiladiganlar niyatni to'g'irlash, hijrat qiladigan joyni tanlash, obdonroq joy topolmasa o'z fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.